Alayhissalom mitoz bo'linishni bosqichlarini qisqacha qilib tushuntirib ketamiz. Eng muhim joylari. Agar qaysidir joyi qolib ketgan bo'lsa, o'sha joyni kommentariyada yozib keting. Birinchisi mitoz bo'linishdagi profaza bosqichida yadro erib ketadi. Yadro erib ketgach, bo'linish urchiqlari shakllanishi endi boshlanadi. Ya'ni hujayra markazlari ikkita tomonga ikki qutbga tortila boshlaydi. To'plamimiz 2n4s bo'ladi. Profaza bosqichida xromosomalar sitoplazmada betartib joylashadi. Keyin metafaza bosqichida ekvator tekisligida joylashadi. Xromosomalar bittadan joylashadi va har birini sentromerasiga ikkita tomondan bo'linish urchug'ining axromatin ipchalari birikadi. Bo'linish urchug'i to'liq shakllanib bo'lgan bo'ladi bu bosqichda. To'plamimiz 2n4s. Keyingi bosqich anafazada mana bu sentromera uziladi-da, bo'linish urchiqlari axromatin ipchalari qisqarib, ikkita qutbga tortib boshlaydi xromosomalarni va eng tezda ko'p tushadigan joyi bizga har bir xromatida mustaqil xromosomaga aylanadi. Anafaza eng qisqa bosqich hisoblanadi. Keyingisi telofazada sitokinez, karyokinez jarayonlari sodir bo'ladi. Avval yadro bo'linadi, mana ikkiga, bu karyokinez, keyin sitoplazma bo'ladi. Sitokinez. Telofazada sitokinezdan oldin 4n4s ko'rinishda bo'ladi. Telofazadan keyin 2n2s ko'rinishga